Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilarimiz. Mana navbatdagi darvozani sizlarga kuzatishga keldik. Xudo xolisa mana bu ham chiroyli chiqqan darvoza ekan. Hozir bir qator aylanib ko'rdim, ushlab ko'rdim deydi-yu. Chertib ko'rdim. Ikki qavatli darvoza. Nержавейкani hisobiga, ya'ni orqasi 1.8 disk birinchi taraf olingan, yopishtirib, keyin unga qarab turib 3.2 va nержавейка, ya'ni gipka qilib turib profillardan yasalgan. Bu ham o'zgacha fason, ixchamgina razmeri ham. O'lchamlari 2.60 eniga, balandligi 3.10. Yondorlarni hozir mana bu yerga olib qo'ygan, ya'ni bu yerda sizni kelishib qoladigan bo'lsa, o'sha joyni o'zida olib borib, o'sha joyda o'zida terib, buni joyingizga moslab beriladi. Ya'ni butun holatda ketmaydi, shunga moslab qo'yilgan joyda. Yaqinroqdan ko'rishingiz mumkin. Zamokni ham ochib tayyorlab qo'yib qo'yilgan. Nержавейкasi qora nержавейкаdan foydalangan glянцевый, yonlariga 6.4 profil ishlatilgan, stena 1.5, ya'ni 6.4 profillar 1.5 stenali profillardan foydalangan, lekin listlari 1.8. Tepada lazer gullari ham vibraga bosilgan, vibrani o'zing yaxshi tushunasizlar. Listda esa lazer gullari ham 1.8 listdan foydalanilgan. Taglari mana shu ko'rib turganingizdek, yaqinroqdan ko'rsataversa, bemalol hammasi shiveler. Tepa tomoni profil xolos, ya'ni 5 ga 10. Qolgan yon va ikki tomon pastlari hammasi shiveler. Endi narxiga keladigan bo'lsak, buni narxini vodiy bo'ylab bilasiz, doim aytamiz, vodiy yoki Toshkent bo'ylab aytamiz. Undan u yog'ida bo'lsa, albatta kelishiladi. Umumiy narxi 10.500.000 mingga o'sha vodiy bo'ylab olib borib, siz shunday buyurtma berasiz. Borib, darvoza o'rnaydi. Mana orqa tomonlardan ko'rsatib ketay. Center zamok. Mana ko'rganingizdek. Orqa tomoni chiroyli tekisga bosilgan. Faqat nержавейкада ham bemalol sochlaraydigan holatda. Mana profil yondorlari hammasi ideal holatda, juda chiroyli ishlangan. Kraskasini ham hamma yog'ini ko'rib chiqdik. Xudo xolsa gap so'z, ya'ni muammosi yo'q, chiroyli holatda. Mayli shu yerda urilgan joy, ya'ni urilgan emas, aynan qirilgan joyi bo'ladigan bo'lsa, o'sha joyda o'zida chiroyli qilib kirib beriladi. Mana. Chiroyli ixcham holatdagi darvoza. Yana shunga o'xshash darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol chiqaverasizlar. Shunga o'xshash yana darvozalar bor. Xudo xolsa keyingi mana videolarimizda ulardan ko'rsatib o'tamiz. Savollar bo'lsa, ekrandagi raqamga aloqaga chiqaverasizlar.